Xo'p, o'rtoqlar, Damas mashinamizni olib qo'yganmiz. Chexol polish shumizalasiga. Shumizalasi haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xudo xolasa videoni shoshilmasdan ko'ring, men sizga ozgina ma'lumot berib o'taman. Shumizalasalarimiz 1-sloy, 2-sloy обязательный, torpedani taylari ham 1-sloy, 2-sloy, 3-sloylarcha обязательный bo'lgan. Eshiklarning qismida ham 1-sloy, 2-sloy обязательный bo'lgan kelar. Xudo xolasa, arqalari ham 1-sloy, 2-sloy обязательный. Cho'tki holatda tanlov bo'ldi. Bunaqa mehnatdan keyin bitta like bosib qo'ymasib edi. Bitta ko'rib turibsiz, bitta like bosib qo'ying aka. Xudo xolasa. Arqalarini ham zo'r holatda tanaqa berdik. Bir ko'rinishlari ham zo'r qilib tanaqa berdik. Eshiklarini ham cho'tki holatda, hamma yo'g'ini zo'r holatda qilib berdik. Kimga mashina sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelib, o'zimiz sifatli qilib, tiniq holatda qilib beramiz. Har doim xizmatdamiz akalar, jonlaring sog' bo'lsin.